O, politsiya kelibdi-ku. Jonursan, hammaga salom do'stlar. Mening ismim Joniya va kim avvalgi videoni ko'rmagan bo'lsa, tez ko'rishingiz kerak. Chunki avvalgi videoda bizni tomimizdan juda ham g'alati narsa chiqqandi va mana politsiya kelibdi. Hozir borib aniqlashtirib ko'ramiz nimalar bo'ldi ekan. Qoyil. Assalomu alaykum janob politsiyachilar. Va alaykum. Va alaykum. Tak, tepada surishtiruvlar ketyapti degan umiddaman. Assalomu alaykum. Va alaykum. Xo'sh, Jonursan, mana bu yerda ham bosh bor edi. Yo'q, Yo, hammaga salom do'stlar. Mening ismim Joni va aytgancha axir ertalab salomlashgandim. Xullas do'stlar, men bir necha kundan beri uxlaganim yo'q, chunki bizni qishloqda g'alati ishlar sodir bo'lyapti. Masalan, hozir ko'rdinglar u yerda qanaqangi narsa turganini va yaxshiyamki politsiya menga yordamga keldi. Bo'pti, ishingizni qilaveringlar, men ham o'zimning ishimni qilaman. Ha, mayli do'stlar, biz fermerchilik bilan shug'ullanishimiz kerak. Chunki bu qishloqda tirik qolishning yagona yo'li fermerlik va hozir biz merdan yordam so'raymiz. Mer umid qilamanki bizga yordam beradi, chunki pulim deyarli qolmadi. Tak, mana bu fermani qaranglar, qurib chirib ketgan. Ha, egasi uyalsa bo'lardi. Okey. Jonursan, bu yerda BMW turibdi. Qoyil, ko'ryapsizlarmi? Chalagan огород va BMW. Jeta sotuvchi qani Jonursan, axir men deraza sotib olmoqchi edim. Yo, chunki kechasi bilan uxlay olmay chiqdim, sovuq. Undan tashqari xavotir olib, ha mayli. Ungacha oddiy fermerlik bilan shug'ullana qolamiz. Qanday narsalarim tak bo'ldi. Mana bu pullar bor albatta, lekin ularni ishlatishni xohlamayman. Chunki men do'stlar, do'kon ochmoqchiman. Ha, bu yerda qishloqda do'kon kerak, chiroylisidan. Hozir ko'rdinglar, men anavi qishloqlikning yoniga bordim. U yerda narsalar sotiladi, hamma biladi. Lekin u yo'q, u joyida yo'q. Nima qilishni bilmayman hozir. Menga deraza kerak, lekin derazani qayerdan topaman? Chunki uyda yo'q. Uyni shunchaki ochiq tashlab ketgan. Nima ham qilardik? Boshqa ilojimiz yo'q. Endi o'zimizga o'zimiz bo'lamiz va yaqinda yangi do'kon ochamiz. Tak, janob mer kirishga mumkinmi? Tak, eshik yopiq. Tushunmadim. Mer qayerda qoldi ekan? Sog' salomatmikan, tuzukmikan, nimaga ko'rinmayapti? Yo'q. Vaqtingni bekor sarflama, mer bir necha kundan beri yo'q. Nima bir necha kundan beri? Ha, bilmaysanmi? Yo'q. Ko'rinmayapti. Ko'rinmayapti nima? Ha do'stlar, chunki bir necha kundan beri men politsiyaning ishlari bilan shug'ullanib tepadagi narsalarni hal qilmoqchi edim, lekin mer qayoqqa ketgan bo'lishi mumkin? Chunki bir necha kun avval ko'rishgandik. Tak, yeyishga non ham oz qolyapti. Hammaga salom do'stlar, mening ismim Smith va pul tugab boryapti. Yo'q, pul bor, lekin kim ovoz chiqyapti? Tushunmadim. Pul ham ishlayman. Ertalabdan toza havo ham bor. Ha, qo'shnimning omadi kelgan, fermasi bor, bemalol pul ishlashi mumkin. Stop do'stlar, axir men ham fermerchilik qilishim mumkin. Axir yonginamda ferma turibdi va hozir, lekin qo'shnimnikida. Umid qilamanki xafa bo'lmaydi agarda mer uni menga beradigan bo'lsa. Janob mer, ha, menga ferma kerak. Ferma? Men fermer bo'lmoqchiman, Jonursan. Qoyil, bizga kakras fermerlar yetmayapti va kim kelsa fermerchilik uchun unga ruxsat beraman. Qoyil, mengacha senga ham beraman, ishla. Katta rahmat, lekin fermachi, bu haqida o'ylaymiz. Tak, yurchi uyingning yonidagi fermachi. Ha, men ham o'shanga ko'z tikib ketgandim. Aqlli bo'lasan. Qani kelchi. Nima, qanaqangi ferma? Men ham fermer bo'lyapman, qo'shni. Qoyil. Mana shu ferma endi seniki, Smith. Katta rahmat. Janob mer, axir nima bu meni fermam-ku, janob mer. Meni fermani nimaga unga bermaydi? Endi men qanday ishlayman? Bu ahmoqmi? Buncha baqirasan. Bu endi uniki. Bo'pti, bor. Ha, ahmoq. Bo'ldi, Smith ishlashing mumkin. Xafa bo'ldi, yo'q. Hech nima qilmaydi. Xafa bo'lsa bo'laversin. Xafa bo'lsa bo'laversin nima? Ha, mayli. Xafa bo'lsa bo'laversin deyish kerak do'stlar. To'g'ri aytish kerak. Gaplarni buzmasdan, sheva qo'shmasdan. Okey. Ilojimiz yo'q do'stlar. Nima ham qilardik? Davay kelinglar, endi ishimizni qilamiz. Oppa, bu kimning motivasi bo'ldi? Qo'shni tashlab ketdim deyman, lekin g'alati. Mayli, bo'lishi mumkin, chunki nimadir otib yuborgandek ko'rindi ko'zimga. Xo'sh. Endi bu yerdan ketishimiz mumkin va bu yerda narsalarimizni ekamiz, chunki ekinlarni terib olik va hozir merga olib borib topshiramiz. O'ylashimcha juda ham qattiq hayron qoladi. Matigan esa qo'shnimga hozir olib boraman-da, uzr so'rayman, chunki u juda ham yaxshi yigit. Ozgina bo'lsa ham vijdoni bor odam undan uzr so'raydi. Jitel, nima? Kirishga mumkinmi? Ha, nimaga yig'layapsan? Fermamni tortib oldi, axir senga berdi. Xavotir olma, men ozgina ishlay, keyin o'zimga do'kon ochaman. Ferma shunchaki tirik qolishim uchun. Menga ozgina pul kerak. Tushunyapsanmi? Shunaqami? Ha, shunaqa. Mana motigangni olishing mumkin. Men ketdim. Xo'pmi? Fermang yana maksimum 1 oy menda bo'ladi. Aha. Bo'ldi do'stlar, endi
hech bo'lmasa xafa bo'lmaydi. Aslida ferma menda qancha bo'ladi bilmadim, qancha kerak bo'lsa shunchaga menda bo'ladi. O'sishni boshlabdi. Qoyil, bularni esa kelinglar merga olib borib beramiz. Janob mer, mana olishingiz mumkin urug'lar va bog'lar. Qoyil, mana seni birinchi puling. O, katta rahmat janob mer, men ketdim. Yaxshilab ishla. Xo'p bo'ladi. Qoyil do'stlar, buni qaranglar, 64 ta izumrud. O'zar eshikni olib qo'ydim. Zo'r. Shunaqa gaplar bo'lib o'tganda hozir esa mer yo'qolib qolibdi. Lekin nimaga? Jiyan ursin, nima qilishni bilmayman do'stlar. Axir men pul olishim kerak, menga pul kerak. Yo-mayo, nahotki mer biror yerga qochib ketgan bo'lsa, yo'q, bo'lishi mumkin emas. Qanaqasiga qishloqni tashlab. Do'stlar, o'ylab ko'ringlar, boyaga jitel axir merdan xafa edi. Buni qaranglar, bu yerda kamera bor ekan, demak biz kameradan foydalanib nima qilishimiz mumkin? To'g'ri, topishimiz mumkin kim bu ishni qilganini. Yoki mer qayoqqa ketgan, faqatgina afsuski orqa tarafdan ekan, balki mana bu odamnikidir. Yo'q do'stlar, aniq emas, chunki uni uyiga qarab turgani yo'q. Duradgoram yo'q ekan. Kimdan so'rasam bo'larkan? Kutubxonachidan so'raymiz. Janob kutubxonachi. Anavi merni uyini orqasidagi daraxtdagi kamera kimniki ekanini bilmaysizmi? Sotuvchiniki. Sotuvchiniki nima uchun uni o'zini uyiga qarab turmayapti? Men qayerdan bilay? Hamma narsani bilaman, lekin hamma narsani emas. Hamma narsani bilaman, lekin hamma narsani emas. Zo'r javob bo'ldi do'stlar, nima ham qilardik? Hozir borib o'zimiz aniqlashtiramiz. Kimniki ekan o kamera? Ha, sotuvchiniki. Demak, eng boshdan to'g'ri topganmiz. Mayli, qani borib ko'raylikchi. O, uyda ekan. Okey. Qo'y sotuvchi, nima? Men kamerangni tekshirishim kerak. Nima uchun? Kerak-da. Qayerda? Mer yo'qolib qolgan. Notebook. Derazani oldida. Derazani oldida? Ha, tezroq bo'l faqat. Ehtiyot bo'l. Men shoshyapman. Shoshyapsan qayoqqa? Tovarlar kelish kerak. Do'kon ochaman. Do'kon ochasan? Ha, haqiqiysdan. Shunga bir necha kundan beri yo'q bo'lib qolganim. Tushunarli. Tak, hozir ko'raychi. Xo'pmi? Aha. Tak. Qani bir necha kun avvalgi zapislarni ochamiz va oppa, bu nima bo'ldi? Mana bu yerda kimdir bor. Bu kim? Bilmasam, niqob taqib olganmi boshga? Shunga o'xshayapti. Mirdan uyini kirib ketdimi? Ha, deraza oldidan xonasiga kirib ketdi. Tushunursan, u yog'iga hech narsa yo'q. Nima qilamiz endi? Bilmasam. Bo'pti, men o'zim qidirishni boshlayman, sen esa jitel do'koningni qilaver. Aha. Tushunursan do'stlar, do'kon ochmoqchi ekan jitel. Yo'q, tezroq merni topib biror nima qilmasak bo'lmaydi. Bizga joy kerak do'stlar, do'kon qurish uchun. Lekin merni o'zi qayerda ekan? Bilmayapman. Balki aynan o'sha fermer jitelning yoniga borarmiz, o'ylash kerak. Uni qo'li bo'lmasa-chi boshda. Baribir merni topmasak bo'lmaydi, chunki eshitdingiz, sotuvchi jitel do'kon ochib. Bu nima bo'ldi? Tushunmadim. Mana bu do'stlar g'alati, chunki derazani kim sindirib ketgan bo'lishi mumkin. Aynan ana u jitel bo'lishi mumkin. Xo'sh, mayli do'stlar, biroz kutamiz-da, keyin o'zimiz ish qilishni boshlaymiz. Lekin hozir men do'stimni chaqirishim kerak. Chunki do'stlar, mayli, o'zimiz kiramizda ko'ramiz nimalar bo'lyapti ekan. Agarda dalillar bo'lmasa, politsiya chaqira olmaymiz. Do'stimni chaqirishimga to'g'ri keladi. Tak, do'stlar, bu yerda dalillar yo'q. Hammasi oddiy, shunchaki deraza ochiq turibdi xolos. Hatto sinmagan ham, buni qaranglar, shisha qoldiqlari ham yo'q. Jenarson, bu yerda izumrudlar ham joyida turibdi. Bu aniq o'g'irlik emas va merga boshqa nimadir bo'lgan. Aynan o'sha fermer jitel uni o'g'irlagan bo'lishi mumkin. Chunki o'zingiz o'ylab ko'ring, kameralar bor, lekin monitorlar qayerdaligini bilmaymiz. Jenarson, bo'pti, eshik ham ochiq ekan. Ha, qulfni buzishgan. Okey, hozir kecha bo'lishini kutamiz-da do'stlar. Tak, do'stimga telefon qilishim kerak va ishga o'tamiz. Tak. Ko'tarsang-chi, ko'tarmayapti. Allo, jitel. Ha, menga yordam kerak. Kechqurun kela olasanmi? Nima uchun? Nima desam ekan, bizni qishloqdagi mer yo'qolgan. Yo'q, ha, bizni o'zimizni qishloqda problemalar ko'p. Afsuski yoningga bora olmayman. Tushunarli, mayli. Xullas do'stlar, mana kech tushdi va afsuski boshqa qishloqdagi do'stim yonimga kelgani yo'q. Bu degani esa o'zimiz ish ko'rishimiz kerak va ana bu merni o'g'irlab ketgan bo'lishi mumkin. Jitel mer, sizni yordamingiz menga kerak, chunki sotuvchi jitel do'kon ochgudagi bo'lsa, axir meni barcha biznes planlarim buzilib ketadi. Xo'p, mayli. Bu juda ham xavfli ish, lekin uyga borishga majburmiz. Agarda meni politsiyaga berib yuboradigan bo'lsa, aniq qamalib ketaman. Tak, bo'ldi, sekingina do'stlar kiramiz. Eshikni qulflamagan degan umiddaman. Qani ko'raylikchi va qulflamagan ekan, sekin uxlab yotibdi. Okey, unchalik ham qattiq ovoz chiqarmaslikka harakat qilamiz. Bu yerda oddiy narsalar. Bu yerda pechka bo'sh va qiziq, nima qilsam ekan do'stlar? Dalillar yo'q, qayerga yashirgan bo'lishi mumkin bizni merni? O'ylab buni qaranglar, divan tagida nimadir bor, qanaqadir qora narsa turibdi. Tak, niqobmi? Tushunmadim. Sekinroq. Niqob, videodagidek do'stlar, demak, bu jitel aybi bor ekan. Sen nima qilyapsan? Zarba yeyish ovozi.
Uyg'on, ey bola. Nima bo'ldi? Bog'lab qo'ydim, tur o'rningdan. Xo'p, turyapman. Davay, orqamdan kel. Men seni merning yoniga olib boraman. Mirni, demak sen o'g'irlagan ekansan-da. Ha, sizlar meni hamma narsamni tortib oldinglar. Fermalarimni. Qanaqangi fermalar? Ha. O'zi biladi. Sen, keyin esa boshqalar kelib, men fermasiz qoldim. Meni butun umrim ishlaydi. Endi javob berasizlar. Javob berasizlar. Ha, ikkinchi fermamni tortib olgan odamni ham olib kelaman hozir. Ker, Tushunursin. Janob mer, tirikmisiz? tirikman. Sen bizni qamab qo'ydi. Ha, Nima qilamiz endi? bilmasam. Tushunursin. Bekor fermasini boshqa odamga beribman. Nima niqobni yechib qo'ydi. Tushunursin. Hozir yana kimdir olib keldi shekilli yonimizga. Ha, Bu yerdan qanday chiqamiz endi? menda manchirovka bor. Yo'q, nimaga boshga urmaning? Men shunchaki agar tirik bo'lsangiz sizni yoningizga olib kelar deb o'ylaganim, chunki bilib qoldim u ekanini. Qanaqasiga? Kameraga tushib qolgan ekan. Yo'q, Ha, yurishlaridan o'zini tutishdan bildim. yo'q, shunchalik detektivmisan? Ha, siz ham politsiyaga telefon qiling, men ham politsiyaga telefon qilaman. Aha, men o'zim uyimga, sen o'zingga. Okey. Tak, do'stlar, bizni hozir qaysi o'rmon tarafdan? Tak, mana bu yerdan, mana bu yerda uycha bor ekan. Ha. Mana o'sha yerga qamab qo'yganda hozir politsiya chaqiramiz va hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, meram uyga ketibdi, eshik ochiq turibdi. Bo'ldi do'stlar, qani endi telefon olamiz va yaxshi. Ungacha esa keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Tak.